Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli bizning kuzatuvchilar. Xo'sh, hozir o'tgan yili, ya'ni bugun aprel oyi 2025-yil bo'ladigan bo'lsa, o'tgan yili 2024-yilda birmuncha o'zimizni uylarga tunuka fon ishlarini qilib bergan edik. Ya'ni u payt o'zlari xo'sh, uzoqdaliklar sababli o'g'illar bilan birgalikda ishimizni chiroyli qilib topshirib qilib berdik. Hozir o'zlaridan kelganimizda fikrlarni olamiz, ishimiz haqida, mahsulotlarimiz haqida. Bugun yana qo'shimcha bir ikkita ishlar bor edi, o'shalarni ko'rib buyurtmalarni olib ketyapmiz aziz do'stlar. Aka, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Assalomu yaxshimisiz? Salomatsiz? Charchamayapsizmi? Aka, mana ishlaringizni tayyorlab, tunuka fon xizmatlarini qilib berdik. Shu mahsulotlarimiz, xizmatlarimiz haqida bir fikrlaringizni aytib o'tsangiz aka. Endi ortiqcha tarifga tiloj deganlardi. Bizlarni ko'rib turgan mijozdagi shuni aytgan bo'lardim. Mana biz o'zimiz uzoq masofada nima deydi, chet elda bo'lgan paytimizda shu hech qanaqa nazoratsiz, hech qanaqa bir ortiqcha odamlarsiz, bir tekshiruvchisiz bularning xizmatidan foydalangandik. O'sha mana shu ko'rib turganlaringizdek tunuka fonlarni yasab berib, chiroyli qilib bir halol sifatli xizmatlarni qilib ketganlar. Nima deydi, hozirgi kunda o'zi hozirgi zamon shunday shiddat bilan aylanib boryaptiki, bir ishonchli, bir yaxshi sifatli nima deydi, ish qiladigan ustozni topish qiyin birinchi navbatda, lekin bularning ishlari juda ham yoqdi, to'g'risi gap. O'zi video obzor qilib bizga jo'natgan paytlarida ham biz ko'rganimizda, mana shu kelgan paytimizda ham haqiqatan ham shunaqa bir sifatli ish chiqqan ekan. Xudoga shukr deyman. Misol uchun bergan pulimiz ham to'g'risi gap juda ham rozimiz. Lekin nima desam bo'ladi, narx-navo ham qimmat emas, boshqa ham emas. Misol uchun bir yaxshi, bir chiroyli bir xizmatlar, sifatli bir narsalarni qo'yib berib ketganlar. Boshqa mijozlarga ham, shu videoni ko'rib turgan mijozlarga ham tavsiya qilamiz. Nima deydi, bemalol fe'lni keng qo'yib yasatib yurishlaringiz mumkin. Men roziman to'g'risi. Gap yo'q aka, mana 1 yil bo'lib qoldi, adashmasam. Shu 1 yil mobaynida ishimizdan misol uchun qo'yish, mahsulotda mana rangi o'zgarishlari yo zanglash holatlari yo bo'lmasam nima deydi, tushib ketish, shunaqa holatlari kuzatilmagan. Yo'q, umuman unaqa narsa bu nima deydi, bir qattiq shamollar ham bo'ldi. Ko'pchilik qo'shnilarning tunukalari bir uchib ketgan paytda men to'g'risi gap yolg'on gapirib boshqa qilmoqchi emasman. Uchib ketgan nimada ham, holatlarda ham bizlarniki bir joy bir anavi ham bo'lgani yo'q, bir shikastlangani ham, boshqa ham bo'lgani yo'q. Zakon hammasi chotki. Xursandman aka. Aziz do'stlar, agar tunuka fon xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, xo'sh, bizga murojaat qilsangiz bo'ladi. Uzoq masofada bo'lsangiz ham bizlarni ko'proq Rossiyadan turib kuzatishadi. Rossiyadan bo'lsa ham biz ishlarimizni video qilib sizlarga jo'natib turamiz. Ish jarayonlarini kuzatib, xudo xohlasa, kelib qabul qilib ko'rib olganingizda sizga ham ma'qul bo'ladigan xo'sh, ishlarni qilib beramiz aziz do'stlar. Bizlarni kuzatishda davom eting. Xo'sh, videomizni yaqinlaringizga yuborib qo'yishni unutmang, qurilish qiladigan yaqinlaringizga. Xo'sh, ish jarayonlarimizni kuzatib boring. E'tiboringiz uchun rahmat hammalaringizga. Rahmat.